Liverpool bosh murabbiyi Arne Slot so'nggi o'yinlardan keyin muhim bayonot berdi. Unga ko'ra, VAR qarorlari bir necha vaziyatlarda Liverpool jamoasiga qarshi ishlagan. Slotning aytishicha, bahsli epizodlar o'yinning natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa penalti va ofsayd bilan bog'liq qarorlar muxlislar orasida katta muhokamaga sabab bo'ldi. Murabbiy bu vaziyatlarni ochiqchasiga ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlab, VAR tizimi futbolga adolat olib kelishi kerakligini yana bir bor eslatdi. Bu bayonot futbol jamoatchiligida katta rezonans uyg'otdi. Slotning bayonotidan so'ng muxlislar va futbol ekspertlari ham bu masala bo'yicha o'z fikrlarini bildirishni boshladi. Ba'zi mutaxassislar VAR qarorlari qoidalarga mos ravishda chiqarilganini aytmoqda. Ularning fikricha, texnologiya hakamlarga yordam berish uchun mavjud. Ammo boshqa tomon esa ayrim epizodlarda qarorlar bahsli bo'lganini ta'kidlamoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar turli videolarni tahlil qilib, o'z qarashlarini bildirishmoqda. Bu esa VAR tizimi atrofidagi bahslarni yana kuchaytirdi. Savol shuki, haqiqatdan ham VAR Liverpool jamoasiga qarshi ishladimi? Statistik ma'lumotlarga qaraganda, mavsum davomida ko'plab jamoalar VAR qarorlaridan norozi bo'lgan. Bu esa texnologiya hali ham mukammal emasligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, futbol tashkilotlari VAR tizimi adolatni oshirish uchun muhim vosita ekanini ta'kidlamoqda. Arne Slotning bayonoti esa futbol olamida yangi muhokamalarni boshlab berdi. Endi muxlislar va ekspertlar ushbu vaziyat qanday rivojlanishini diqqat bilan kuzatmoqda.